آه، insho darslarini davom ettiramiz. Davrul mar'ati fil mujtama'. Ayolni jamiyatdagi o'rni. طيب تعتبر المرأة ركيزة أساسية في بناء في بناء المجتمع وتطوره حيث تلعب دورا حيويا في مختلف المجالات. ayol kishi asosiy bir tirgak hisoblanadiki jamiyatni bino qilishlikda va u jamiyatni rivojlanishligida. Shu jihatdanki u ayol kishi juda ham jiddiy bir rolni o'ynaydi. Ya'ni sohalarni turli xillarida. Ya'ni sababun akanat ijtimoiy va iqtisodiy, xoh u ijtimoiy bo'lsin, iqtisodiy bo'lsin farqi yo'q. Va saqofiyatan va siyosiy, xoh u madaniy yoki siyosiy bo'lsin farqi yo'q. إن مساهمتها لا تقتصر على نطاق الأسرة فقط بل تمتد لتشمل جميع جوانب الحياة. Demak, u ayol kishini investitsiya kiritish, ya'ni ayol kishini o'z hissasini qo'shishligi oila masshtabidagina, ya'ni keng oilani nima desa bo'ladi, muhiti bilangina cheklanib qolmaydi, balki u hayotning barcha jabhalarini o'z ichiga olib cho'ziladi. Hop. تقوم المرأة بدور محوري في تعزيز الروابط الاجتماعية داخل الأسرة والمجتمع. ya'ni ayol kishi asosiy bir rolni bajaradi ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashlikda, oilani ichida va jamiyatni ichida. فهي الأم التي تربي الأجيال القادمة. u shunaqangi onaki kelgusi avlodlarni tarbiya qiladigan. وتزرع فيهم القيم والمبادئ. va u kelgusi avlodni qalbiga, ichiga qoidalarni va insoniy bir qiymatlarni ekadigan insondir. كما أنها تلعب دورا مهما في دعم الأفراد من خلال تقديم الرعاية والاهتمام. Shuningdek, u muhim bir rolni o'ynagani kabi. Nimada? Insonlarga dalda berishlikda, ya'ni g'amxo'rlik va e'tibor berish orqali. Mimma yushim fi bina'i mujtama'in mutamassik. Va bu narsa o'z o'rnida o'zini qo'lga olgan jamiyatni bino qilishlikka o'z hissasini qo'shadi. Ajoyib. وكذلك تساهم المرأة بشكل كبير في النشاط الاقتصادي من خلال مشاركتها في سوق العمل. Shuningdek, ayol kishi o'z hissasini qo'shadiki, katta shaklda iqtisodiy faoliyatga o'z hissasini qo'shadi. Ya'ni ish bozorida ishtirok etishi orqali. فقد أثبتت الدراسة أن زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة ishchi kuchidagi ayollarni ishtirok etishligini ortishligi ko'rsatadiki, tu'azzizu an-numuw al-iqtisodiy, iqtisodiy o'sishni mustahkamlar ekan. Va tusahim fi tahsini mustawa al-maisha, ya'ni yashash darajasini yaxshilashlikka ham o'z hissasini qo'shar ekan. Bu narsani darsliklar, ya'ni statistika isbotlagan ekan. Kama anna an-nisaa ya'malna fi majalatin mutanawwi'a. Shuningdek, ayollar turli xil yo'nalishlarda, sohalarda ishlaganlari kabi. بدءا من التعليم والرعاية الصحية ووصولا إلى العلوم والتكنولوجيا. ya'ni sog'liqqa oid bo'lgan g'amxo'rliklar va ta'limdan boshlab texnologiya va ilm fanlaridan o'tib, bu narsalar mimma yusahim fi tatwir al-mujtama', jamiyatni rivojlantirishlikka ham o'z hissasini qo'shadi bu narsa. Hop. Keyingi qismda talab al-mar'atu dawran barizan fil hifaz ala at-turas al-thaqafi. Ya'ni ayol kishi madaniy bir merosni saqlashlikda ham ko'zga ko'rinarli bir rol o'ynaydi. Va naqluhu lil ajyal al-jadidati aydan fil hifaz ala at-turas al-thaqafi va fi naqlihi lil ajyal al-jadidati. Ya'ni o'sha madaniy bir merosni ko'chirishlik. Nimaga ko'chirishlik? Yangi bir avlodga tashishlikda ham ko'zga ko'rinarli bir rolni o'ynaydi. Fahiyal muhafazatu lil lughati wal adati wat taqalid. Ya'ni u shunaqangi bir hafiza ekan, saqlaguvchi,
ayol bo'ladiki, tilni ya'ni insonni o'z tili, o'zligini saqlashligi va odatlarini, urf-odatlarini وتشارك في الفنون والأدب ya'ni funun har xil san'atlarda ishtirok etadi va adabiyotda ham mimma yu'azzizu al-huviyyata was-saqafiyata lil-mujtama. Bu narsa jamiyatnidagi madaniy bir o'zlikni mustahkamlaydi. كما أن النساء المبدعات يعني ijodkor ayollar يساهمن في تطوير الثقافة من خلال الكتابة والفنون والموسيقى. yozish, san'at va musiqa orqali ham madaniyatni rivojlantirishlikka ham o'z hissasini qo'shishar ekan. Hop, fi asrina al-hadis al-hali, hozirgi damdagi zamonaviy asrimizda tazdadu ahamiyatu dawr al-mar'ati fil majal siyosiy. Siyosiy sohada ham ayolning rolining muhimligi ortib boryapti. Haysu tushimu musharakatuha fi sun'il qaror, ya'ni qarorni qilishlikdagi va ta'ziz demokratiyya, ya'ni demokratiyani mustahkamlash va qarorlarni chiqarishlikda uning ishtiroki to'g'rirog'i, u ayol kishini ishtirok etishligi o'z hissasini qo'shadiki, qarorni chiqarishlikka va demokratiyani mustahkamlashlikka. Inna wujudan nisaa fil manasib al-qiyadiyyati ya'kisu tanawwu' wijhat an-nazar va yusahim fi tahqiq al-adalat wal musawat. Ya'ni ayol kishini mavjud bo'lishligi katta bir lavozimlarida, qiyadiyat ya'ni shu idora qilishlikka oid bo'lgan lavozimlarda ayol kishining mavjud bo'lishligi turli xil fikrlarni turli xil bo'lishligini aks ettiradi va o'z-o'zidan adolatni va tenglikni amalga oshirishlikka hissasini qo'shadi. Kama anna an-nisaa allawati yusharikna fi as-siyasati ya'malna ala qadaya tahummu al-mujtama'a kakullin. Ya'ni siyosatda ishtirok etadigan ayollar ishlaydilarki, ala qadaya, ya'ni jamiyatni barchasiga tegishli bo'ladigan, muhim bo'ladigan masalalarni ustida ishlaganlari kabi. Misli huquqil inson, inson huquqi, ta'lim va sog'liq masalalarida. Xulosa qilib aytganda, ayol kishini jamiyatdagi o'rni la yumkin tajahulu, unga beparvo bo'lib bo'lmaydi, beparvolik qilib bo'lmaydi. Fahiya tumassilu al-quwwata ad-dafi'ata nahwa at-taghyir va at-taqaddum, ya'ni o'zgarish va taqaddum, rivojlanish tomon bo'lgan undaguvchi bir quvvatni namoyon qiladi. Min ad-daruriy da'm va ta'ziz huquq al-mar'ati va tamkiniha min al-musharakati al-fa'alati fi jami' al-majalati. Demak, ayol kishini huquqi, to'g'rirog'i, zarurki da'mu va ta'zizu huquqil mar'ati, ayol kishini huquqlarini mustahkamlash va ayol kishini huquqlarini qo'llab-quvvatlashlik shart bo'ladi, kerak bo'ladi. U ayol kishini tamkin, imkon berishlik u ayol kishiga. Nimaga? Minal musharakatil fa'ala, ya'ni sohalarni barchasida faol ishtirok etishlikka ham imkon berishlik kerak bo'ladi. Fal mujtama'u allazi yuqaddiru va yu'azzizu dawr al-mar'a huwa mujtama'un qawiyyun va muzdahir va qadirun ala muwajahati at-tahaddiyat va bina'i mustaqbalin afdal lil jami'. Va mana, ya'ni ayol kishini o'rnini mustahkamlaydigan va e'zozlaydigan jamiyat gullab yashnagan va kuchli bir jamiyatdirki, barcha uchun eng afzal bo'lgan kelajakni bino qilishlik va to'siqlarga ro'baro bo'lishlikka qodir bo'lgan jamiyat bo'lar ekan. Ajoyib, ajoyib.